قىپقىزىل يالغانچىلىق. ئاپتورى Bill Gertz. كوممۇنىست خىتاينىڭ دۇنياۋى ھۆكۈمران بولۇش ئىستىكىنىڭ ئىچ يۈزى. 11 bab شىركەت كوممۇنىزىمى خۇاۋېي ۋە 5. 2 قىسىم. خىتاي مۇتەخەسسىسى گوردىنچاڭ خۇاۋېينى خىتاينىڭ يېقىن كەلگۈسىدە يۇقىرى سۈرئەتلىك تېلېگراف ئالاقىسى بىلەن تەمىنلەيدىغان 5 تېلېگراف بازىرىغا ھۆكۈمرانلىق قىلىش پىلانىنىڭ يادروسى دەپ قارايدۇ. ئۇ مۇنداق دېدى: خۇاۋېي نەچچە 10 يىلنىڭ ياقى باشقىلارنىڭ چاپىنىدا تەرلەپ كەلدى. Washington خۇاۋېينىڭ Amerikaning bilim mülk huquqini o'g'irlash yoki Amerikaning Ironga yurgizgan embargosiga ochiq oshkora xiloflik qilish qatorliq boshqa jinoiy harakatlarni to'sish uchun hech ish qilmadi. Gordonchang Amerika hukumatini Xuveyni jinoyatchi korxona deb jakarlashga va uning tijoratiga zarba berish uchun qonun ijro qilishga chaqirdi. Trump hukumati Amerikaning bilim mülk huquqining o'g'irlanishidan foydalanilgan yoki bizning aqliy mulklarimizni o'g'irlagan shirkatlar tarafidan setiladigan mahsulotlarning Amerikaga import qilinishini cheklash kerak. Bu albatta Xuveyga ikki jihatdan zarba bo'ladi. 5 burchaklik binoning sobiq texnik amaldori davlat mudofaa xabarlari 2 mudofaa liniyasining tahriri Timperlekmo Xuvey haqida. Bu shirkatning embargolarga xiloflik qilish tarixi borligi. Buning ichida ularning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 2000-yillarning beshida Iroqqa yurgizgan embargolarga xiloflik qilgan qilmishlari borligi haqida ogohlantirdi. Timperlek mundaq dedi: "Mening kasbiy hukmimcha Xuvey inkor qilish va aldash texniklarini nurg'un pul va ta'sir kuchini ishlatib, o'zlarining yuqori texnikalik mahsulotlarini Amerika va yer shari aloqa to'riga singdirish uchun tinimsiz jinoyat o'tkazayotgan korxonadir. Bu shirkatning Xitoy istixboroti bilan bo'lgan aloqasi tunji qatim Amerika Markaziy axborot idorasi, ya'ni CIA ochiq kod markazining 2011-yillik dokladida qisqacha bayon qilingan bo'lib, mazkur dokladda Xuveyning raisi Sun Yafangning Xitoy davlat bexatarlik ministrligi bilan bog'lanishi borligi aniqlandi. Xuvey texniklarimo 2005-yillarda Xitoy ozodlik armiyasining xabarlashish qismlarining a'zolarini tarbiyalashga boshlagan. Yana bir muhim masala shuki, Xuvey, Zhongxin va boshqa Xitoy shirkatlari Xitoyning ilg'or 5G telegraf texnikasi va sun'iy idrok sohasini kontrol qilishdagi muhim pechkanlardir. Xuvey yana Xitoyning millionlagan to'rga ulangan uskunlarning to'rini ko'rsatadigan, yangidan gullanayotgan ashyo to'rini kontrol qilishni o'z ichiga oladigan cho'ng proyektning bir qismidir. Xitoyning ikkinchi cho'ng proyekti aqliy iqtidorli shaharlarni, ya'ni o'zaro tutashtirilgan jamiyatni barpo qilish bo'lib, bu Xitoy hukumati va Xitoy kompartiyasining xalqni texmi qattiq kontrol qilishiga qulaylik yaratib berdi. 2018-yil oktyabrda Amerika Davlat Majlisining Amerika Xitoy iqtisodiy va bexatarlik tekshirish komiteti Beijingning 5G telegraf texnikasini ishlatib, ashyo to'riga hukmronlik qilish planining tafsilotlarini oshkorladi. 2010-yillardagi 10 yilga yaqin vaqt ichida Xitoy jimjit holda ashyo to'riga munosabatlik yangidan gullanayotgan texniklarga mablag' selib, bu xil urushni Amerikada texmi teziltishni Xitoy kompartiyasining eng oliy strategiyalik nishonlaridan biri qildi. Dokladda mundaq xulosa chiqarilgan: Xitoy hokimiyatining eng yuqori qatlamdagilar ashyo to'rining taraqqiyoti va o'rinlashtirmasini Xitoyning iqtisodiy raqobat kuchi va davlat bexatarligining halqiliq masalasi deb qaraydi.
Dövlət bexəterligi nöqtəsindən qaraganda Xitayның ən көңіл bölüdüğünü əşya tori sistemisidəki yoçuqlarını bayqaş üçün tirişçanlıq göstərişdir. Beijing bu yoçuqlarını tinchlik məzgilida və urushda strategiyalik nişanlarga taqobil turish uchun ishiltidi. Dokladda monolar haqida ogohlantirildi. Sanoat kontrol sistemasidan boshqa saqliqni saqlash uskunlarini ruxsatsiz ishiltish bemorlarning jiniga zomin bo'lishi mumkin. Aqliy iqtidorli mashina yo'chiqlarini suiiste'mol qilishmi o'xshashlar shoferlar va piyodalarning jiniga zomin bo'la oladi. Buningdan boshqami og'ir oqibat keltirib chiqaradigan sonliq ma'lumot va uskunlarni qalaymaqon ishiltish mumkinchiliklari bor. Əşya tor uskunlarga ruxsatsiz kirishning kelgusidagi buzg'unchilik yo'shirin kuchi cheksizdir. Kelgusidagi əşya tori doktorlar yurak bemorlarini nazorat qilishda ishiltadigan biologiyalik davolash uskunlaridan tortib avtomatik haydaladigan mashina, halqiliq ul aslalardan elektr tori va pul muomala torigacha bo'lgan necha 100 millionlagan, balki milliardlagan tor ulanma uskunlardan tashkil topgan yer shari uchur va aloqa ul muassasalariga kengaydi. Növbətdə bu yeni elektronluq uskunlar jamiyatni tashkil qilgan boshqa uskunlar, sen alg'u apparati, aqliy qo'l soat va sanoat kontrol sistemasini o'z ichiga oladi. Eng ko'p ishiltilgan ashyo tori uskunasi bo'lsa, uchur davridagi zamonaviy turmushda hamma yerni qoplagan 100 millionlagan aqliy iqtidorliq yonfondir. Mazkur komitetning doklatiga ko'ra, Xitoy ashyo tordagi kelgusi hukmronlik o'rnidan foydalanib, tamoman aqliy iqtidorli shaharlarni barpo qilishni planlagan bo'lib, bu Xitoy istixborot organlarining ommaviy aslayalar, odam va qatnash iqimi, yer shari turubi yo'li, havo, suv sufati va boshqa qurilmalarni va torni to'liq nazorat qilishiga sharoit hozirlab berdi ekan. Yiroqdan kontrol qilinadigan ilg'or sanoat kontrollari, elektr uskunlari va bexatarlik sistemalarini yiroqdan kontrol qilg'ili bo'ladigan aqliy iqtidorli o'ylarmi ashyo toriga tava. Ashyo tori tez suratda kengayotidi. Shundaqla u 5G tor texnikasi orqali zo'r darajada kuchaydi. Xitoy ko'rinishda tor bexatarligini yaxshilash uchun ashyo tori texnikasidagi yo'chiqlarni tadqiq qilayotganda ko'rinadi. Ammo, ya'ni yuqorida tilga ilingan komitetning doklatiga ko'ra, Xitoyning atalmish tor bexatarligi tadqiqoti amaliyotda aldamchilik. Shundaqla ashyo tori orqali tor josusluqi, buzg'unchilik va harbiy tor razvedkasi qiladigan tor hujumi qurollarini taraqqiy qildirishni yo'shirdigan niqobdir. Xitoyning ashyo tor tadqiqotchilari yana Beijingning suv osti parxodining urush iqtidorini oshirdigan suv ostidagi ashyo toriga qarshi tor hujumi planlayotdi. Dokladda mundaq deyiladi: suv ostidagi urushda dushman o'rin uchurining mukammal bo'lmasligi ilg'or suv osti senzor texnikasiga ega har qanday bir davlatni strategiyalik afzallikka ega qiladi. Hamda har xil cho'nqurliqda suv ostida mashg'ulot qilayotgan, buzg'unchilikqa uchirgan ashyo tori uskunlari va senzor tori bu xil afzallikni yo'q chiqara oladi. Xitoyning ashyo toriga hukmronlik qilish plani tor urushining istixborot boyliq manbasi bo'lib qoladi. Dokladda mundaq deyildi: Xitoy ozodlik armiyasining signal istixboroti tarmoqlaridagi bir necha xodim ashyo tori bexatarligiga munosabatli temalarda ko'p xil maqola e'lon qildi. Bu tarmoqlar allaqachon yuqorqidagi maqsadlar uchun, ya'ni ashyo tordagi uskunlarning yo'chiqlaridan foydalanib bo'lgan bo'lishi mumkin. Masalan, Xitoyning harbiy tor va kompyuter hujumi mutaxassislari jurnalda maqolalarni e'lon qilib, ashyo tori uskunlarining
qo'yib berilmalardan mumkin bo'ladigan yon yo'ldan hujum qilish vositasi sifatida foydalanishni muhokama qildi va o'rin iz qo'g'lash iqtidorlari va to'r ulanishini foydalanғалы bo'ladigan boshqa ojiz nuqtalar qatoriga kirgizdi. Dokladda mundaq deyildi. Xitoy ozodlik armiyasining to'r urushi qismlarimi ilgari ashyo turdagi sonliq ma'lumot to'plash va yonfon orqali tarqatiladigan virus qatorliq bexatarlik yo'chuqlarini hujum xarakterlik uchur jangiga ishlatishga bo'lgan bevosita qiziqishini ifodalagan. Kelgusidagi Xitoyga chetishlik urushning ashyo to'rini asos qilgan aqliy iqtidorliq mashinalar qartilgan to'r hujumini o'z ichiga oladiganligi mo'ljallangan bo'lib, dokladda bu xil mashinalarning ichki mashina simsiz senzor to'ri, mashinaga o'rnatiladigan tizginlagich tor doiralik to'ri, mashinaga o'rnatiladigan tor doiralik to'r, mashina yumshoq detalli qo'llanishchan programmalari, mashinaga o'rnatiladigan diagnoz qo'yish sistemasi va aqliy iqtidorliq balon besimini nazorat qilish sistemasi qatorliqlarga qilinadigan hujumlarga va yuqorqi vositalar orqali ruxsatsiz kirishga bardoshlik berolmaydiganligi o'tirg'a qo'yilgan. Dokladda yana mundaq deyildi. Xitoy Davlat bexatarlik ministrligining istixborot tarmog'i yana hujum xarakterlik va josuslik harakatlari uchun ashyo to'ridan qurol sifatida foydalanishda boshlamchi o'ringa o'tdi. Dokladda yana munolar oshkorlandi. Yaqinqi yillardan buyon ashyo to'r uskunalarini nishonlagan eng murakkab morditor, ya'ni ishlatuvchilarning xabari bo'lmagan ahvolda nurg'un kompyuterlarning ma'lum bir ziyonli programmani o'z ichiga olgan yumshoq detal tarafidan kontrol qilinishidan shakllangan to'rlarning biri. O'rmichi to'ri bo'lib, u yer shari qo'mondonlik qilish va kontrol qilish to'riga ulanish uchun nurg'unlagan ashyo to'r uskunalaridagi yo'chiqlardan foydalangan. Dokladda mazkur morditorning manbasining Xitoy ekanligi eskartilgan. 2015-yili Xitoy Davlat bexatarlik ministrligining Amerika sayya mulozimati ta'minlaguvchisi bo'lgan Antim shirkatining 60 million sog'lomlik xotirasini o'g'irlashining orqasida o'rmichi morditori bor edi. Dokladda mundaq deyildi. Xitoyning hech qanday shirkat korxonalari uni yig'ish, bir taraf qilish, yetkazish yoki saqlashga qatnashmagan taqdirdami, bu xil hujumlar Amerikaning sazgur ashyo to'ri sonliq ma'lumotlarga bevosita tahdid elib keladi. Xitoy ashyo to'riga qarshi to'r hujumi iqtidorini yuqori ko'tarish uchun xalqaro tashkilotlarning Xitoyning qattiq detal va yumshoq detal o'lchimini ishiltishi haqida salochilik qildi. Xitoyning o'lchimining ishiltishi Xitoy to'r jangchilarini to'rga ulangan uskunlarga kirishda halqiliq afzallikka ega qiladi. Dokladda mundaq yakun chiqarilgan. Xitoyning internetni kontrol qilish harakati Amerikaning davlat bexatarligi va iqtisodiy manfaatini tahdidga uchirtdi. Amerika bilan Xitoyning izchil holda internetning kelgusi uchun tirkishishiga ergishib, Xitoyning ashyo to'ri siyosatidan keladigan xiris kelgusi bir necha yilda davomli kuchaydi. Bu kurashning natijasi oxirida Amerikaning Xitoyning ashyo to'rini taraqqiy qildirish siyosatini tushunish va o'zimizning sog'lom siyosatlarini taraqqiy qildirish irodasiga bog'liq. Trump hukumatidagi Oqsaroy davlat bexatarlik kengashining sobiq amaldori, pensiyaga chiqqan havo armiyasi generali Robert Spalding strategiyalik tirishchanlik orqali Xitoyning 5G sohasining taraqqiyotiga hukmronlik qilishni to'sish chaqirig'ini o'ttirg'a qo'ydi. Spalding 2018-yil 1-oyda matbuotlarga oshkorlangan aslimsida Amerikaning 5G raqobatida Xitoyga utirib qo'yayotganligi,
uchur sahasining Amerika Xitoy raqobatidagi muhim janggoh bo'ladiganligi haqida ogohlantirdi. Ilgari Xitoyda turib baqqan sobiq harbiy xodim Spelding Amerikani qonun bilan idora qilish, so'z erkinligi, diniy erkinlik, adil va o'zaro manfaat yetkazadigan bozordan iborat prinsiplarni aks ettiradigan, ya'ni o'ziga tava 5G to'rini taraqqiy qildirishga da'vat qildi. Pensiyaga chiqqan ushbu bir yulduzliq general tuzgan qisqacha tunishtirishda Amerika cho'qim bexatar 5G to'rini qurib chiqishi kerak. Bo'lmasa Xitoy siyosiy, iqtisodiy va harbiy jihatda g'alaba qildi deyilgan. Xitoyni to'sish uchun Amerika 5G programmasining muhimligini 1950-yillarda prezident Dwight Eisenhower davrida yasalgan davlat tashyo'l sistemasiga o'xshash yuksaklikka ko'tarishi kerak. Amerika hukumati bilan xususiy tarmoqlar 3 yilda 5G to'ri barpo qilish uchun o'rtaq tirishish kerak. Spelding mundaq dedi: Amerika Hongning girvikiga kelib qoldi. Biz bugun kelgusidagi uchur davriga atlanishimiz kerak. Bo'lmasa davomliq tor hujumining iskanjasida qilaveramiz. خۇاۋېي yer shari telegraf bozorida ustunlikni egallash uchun bozorni qalaybiqonlashtiradigan baho va mablag'da e'tibor berish taktikalarini qo'llandi. Xitoyning ko'chma ul asla bozorining 70% خۇاۋېي va Zhongxing uchun ayrilgan bo'lib, g'arbning shirkatlari eshib qolgan 30% ga yetmaydigan bozorni talashidi. Beijing yana خۇاۋېيga 100 milliard dollarlik inovatlik qarz tarqitib, uning kengayishini mablag' bilan ta'minladi. Buning selishtirganda Amerika va G'arbdagi boshqa telegraf shirkatlarining hammasi degudek g'oyib, ya'ni vayron bo'lib, faqat Qualcomm, Cisco, Juniper, Nokia va Ericssondan iborat sanoqli shirkatlar qoldi. Speldingning ko'rsatishicha 5G to'ri nuqul holda 4G to'ridan halqish bo'lmasdan, balki yuqori suratlik to'rga chiqish orqali dunyoni o'zgartiradigan inqilob xarakterlik texnikadir. Bu sistema yon telefon munari va yon telefon takrorlag'uchining jo'grafiyalik rayonlarning hamma yerida umumlashishni talab qiladi. Bu aslahalarning soni hozirgi oraliq texmi uzun bo'lgan telefon munari sistemasininkidan bakli ko'p. Kelgusidagi 5G to'ri to'rning unumdorligini oshirish uchun ko'cha chirig'i, sim tanab to'riga, ya'ni stolba qatorliq qurilmalardagi to'r antennasiga tayinadi. Spelding mundaq dedi: Kelgusi 5G inqilobi uchur davridagi tunji cho'ng halqishqa vakillik qiladi. Bu 3G'dan 4G'ga yo'tkilishga qaraganda Gutenberg kashf qilgan tunji bosma mashinaga bakrak o'xshaydigan davr bo'lgich o'zgarishdir. Shundaqla u keng ko'lamlik ashyo to'rini vujudga chiqardi. Spelding ogohlantirib mundaq dedi: Ayıplash yoki embargo yurgizish orqali boshqa davlatlarni Amerikaning demokratiyasiga hujum qilmaslik qilvatkili bo'lmaydi. Aksicha, to'r hujumlarga hech bo'lmaganda shuningga loyiq qaytirma hujum berish kerak. Fuqarolarimiz va shirkatlarimizga qilingan hujumlarga keskin inkos qaytirib, aloqador davlatlarni uchur sohasidagi qonunsiz harakatning qimmatini qaytadan o'ylanishga majburlash kerak. Shunga 5G to'rini barpo qilganda cho'qim mushundoq aktiv mudofaalanishni o'ylash lozim. Uningdan boshqa Xitoyning Xitoy yasimichiligi 2025 programmasi Beijingning sun'iy idrok qurol raqobatida g'alaba qilishiga keraklik omillarni o'ziga jug'lagan. Spelding 5G to'rini Eisenhower davridagi davlat tashyo'l sistemasiga o'xshatishdan sirt, Xitoy bilan bo'lgan 5G urushida g'alaba qilish uchun
Amerika 1960 yıllardaki alem uçquchilarini ay şarıga qondirishni planlagan ay şarıga sun'iy hamra qo'yib berish urinishig'a o'xshash g'oyat zo'r davr bo'lg'ish tirishchanlik ko'rsatishi kerak deb qaraydi. Spelning o'tirg'i qo'ygan planda 5G programmasiga xususiy shirkatlar emas, balki Amerika hukumatining rahbarlik qilishi kerakligi ta'kidlangan. Bu fikr hukumatning internetni kontrol qilishidan qo'rqadiganlarning qarshiligini qo'zg'adi. Spelning hukumatdan ayrilgandan keyin eslatmasida Xitoy kontrolligidagi 5G torning tahdidini texmi ichkirlab mundaq sharhladi. 5G'ni Xitoyning uchur texnikasi va qo'mondonlik, kontrollik, xabarlashish va istixborot sohalariga hukmronlik qilish, erkin dunyoni nazorat qilish va razvedka qilish jihatdagi uzun muddatlik harakatining bir qismi deb qarash kerak. Aramizdagi ulanish, ya'ni bog'lanish qancha ko'p bo'lgan sari 5G elektronlik aloqa kasb qilingandan buyanqi eng ko'p ulanishni hosil qiladi. Biz shuncha ojizlaymiz. Harbiy nuqtadan aytganda 4G'ni chavandozlarning tuzlanglikda indiyalarga duch kelganiga o'xshatishga bo'ladi. Ular jasur jangchilar bo'lsa-mu, ammo mudofialanishi oson. Ammo dushmanimiz 5G toriga ega bo'lgan taqdirda biz Saddamni 21 kunda xonavayron qilib atgan diviga duch kelamiz, dedi Spelning. Xitoyning خۇاۋېي va Zhongxing shirkatlari Xitoy ko'chma texnikasi uchun barliq o'rinbosar loyihalar bilan ta'minlashni to'xtatadi. Chunki qolgan uskuna ishlab chiqaruvchilar bu ikki shirkat navbatda bozorda ta'minlayotgan bozorni asos qilmagan, ya'ni ziyoda tuvan bahoda kelgusidagi 6G tori uchun raqobatlasholmaydi. Yuqori sur'atlik torlar Xitoyni dunyo miqyosida keng ko'lamlik nazorat qilish iqtidoriga ega qiladi. Shundaqla Xitoy yer sharidagi ul muassasa jihatda hukmron o'ringa o'tgan taqdirda Beijing keng ko'lamlik nazorat qilish orqali o'zining kuchini joriy qildirib, o'zi qo'llaydigan shirkatlarga foydali savdo muhiti yaratib, Amerika shirkatlarining foyda elishini to'salaydi. Shunday qilib, Xitoy aqlli shaharlardan raqobatlarga qarshi qurol sifatida foydalana oladi. Nazariyachilarning cheklimsiz urush tushlari amalga oshadi. Spelning mundaq dedi: Vaqtning o'tishiga ergishib, Xitoyning internet va torni kontrol qilib, uni o'zining qotil xanjiriga aylantira olishi natijasida Xitoy ozodlik armiyasiga, ya'ni an'anaviy qurol yaroqqa bo'lgan ehtiyoji tuvallaydi. Bozor raqobatiga kelsak, Xitoy barliq savdolarni kontrol qiladi va uchur sohasiga hukmronlik qilish orqali o'zi izlagan har qanday savdo o'rinlashtirilmasiga erishadi. Xaridor chaqiruvchilar va setib oluvchilarning vaziyatini bilalaydi. Xitoydagi barliq shirkatlar bozorda afzallikka erishadi. Uningdan boshqa Xitoy internet orqali bevosita hujum qiladi. Xitoy internet va ashyo torini kontrol qilish orqali oxirida uchur va iqtisodiy amaliy kuchi orqali butun dunyoni kontrol qilishga tirishadi. Tayyorliqsizla turgan piyodalarni tuyuqsiz so'qitadigan, avtomatik haydiladigan sho'pirsiz mashinalarni o'ylang. Odam bombaga o'xshash yo'lovchilar aeroplaniga so'qiladigan uchquchisiz aeroplanni o'ylang. Batareyasi tuyuqsiz portlaydigan yonfonlarni o'ylang. 5G torda torga ulangan har qanday narsa geopolitik unumga erishish uchun ishlatiladigan yo'shirin qurol bo'lalaydi, dedi Spelning. Ta'sir kuchi harakatlarimi Xitoy tarafidan kontrol qilinadi. Elektronlik savdo, ijtimoiy taratqu va cho'ng sonliq ma'lumot, ya'ni cho'ng birig, tahlili, mikro
ta'sir ko'rsatish şirkatlarining shaxslarga ta'sir ko'rsatishiga sharoit hozirlaydi. Xitoy ko'pchilikning omonatdoriga aylandi. Nemini setib olish va qandoq bilet tashlash qatorliq intayin xususiy qarorlarga ta'sir ko'rsatadigan bo'ladi. Ilg'or sun'iy idrok va o'rganish iqtidoriga ega uskunlar qo'llanilayotganlikdan o'lchamlik urushmo 5G texnikasi orqali olamshumul darajada o'zgardi. Bu kelgusida ondan qo'lga keladigan iqtidor emas, u hozirmi mavjud. 5G faqat uni kengaytidi va taraqqiyotini teziltidi. Bu uqumni tasavvur qilish uchun yer shari miqyosida tang qo'llaniladigan ijtimoiy inovat nomerini o'ylang. Spalding Prezident Trumpning 2017-yillik davlat bexatarlik strategiyasi asosida tuzib chiqilgan hal qilish loyihasini o'ttirg'a qo'ydi. Loyihada mundaq deyildi. Biz butun mamlakatda bexatar 5G tor iqtidorini ishiltish orqali Amerikaning raqamlik ul muassasalarini yaxshilaymiz. Bu bayon Xitoyning 5G taraqqiyotiga hukmronlik qilish planini bevosita nishon qilgan. Buning ichidagi ochqushliq iqtidor internetni raqiblarning hujumidan saqlay oladigan mudofaa bexatarlik qavati hosil qiladigan texnikadir. Mazkur mudofaa qavati Prezident Ronald Reaganning internetni strategiyalik mudofaa qilish tashabbusiga o'xshaydi. Mazkur texnika sonliq ma'lumotlarni shifrlab, xabarlashish uskunalarini qo'g'daydi. 5G tor raqobatida g'alaba qozonishdagi muvaffaqiyatlik harakatlantirgich kuch خۇاۋېي va Zhongshan qatorliq shirkatlarni demokratik davlatlardan qo'g'lab chiqarib, ittifoqdoshlarimizning Xitoyning telegraf tahdididan qo'g'dinishiga yordam berdi. Amerika uchun Xitoyga qarshi yana bir kuzur Amerikaning ashyo to'rga hukmronlik qilishidir. Eng oxirida bugungi uchur muhitida g'arbdagi uchurlarning ishonchlikligi bo'lgan ishonchini asliga keltirishga jiddiy ehtiyoj bor. Chunki loyihaning yaxshi bo'lmasligi sababidan bu xil uchur muhitida bexatarlik kamchil. Spalding ogohlantirib mundaq dedi. Natijada demokratiya mustaqillik xitobnomasi e'lon qilingandan buyongi eng ig'ir tahdidga duch keldi. Bexatar 5G to'rida uchur sohasiga bo'lgan ishonchni asliga keltiradigan usulda sonliq ma'lumotlarni dalillagili bo'ladi. Ya'ni bu xil muhitda ishonchlik do'stlaringizdek qiyofatga kirib oladigan avtomatik programmalarning ta'siriga uchrashning o'rniga qaror chiqarishda tayindigan uchurning kelish manbasini dalillayalaysiz. Prezident Trump ABD xarakterlik bir harakatda 2019 yil 5-oyda misli ko'rilmagan bir qadam ilib, Amerikaning telegraf ul aslahalarini Xitoyning telegraf tajovuzchiligidan qo'g'dashni maqsad qilgan ma'muriy buyruq chiqardi. Bugun Prezident Amerikada chat el dushmanlarining boshqurishi va ko'rsatmasi ostidagi uchur va xabarlashish texnikasi yoki mulozimatlarni cheklimsiz setib olish yoki ishlatish qilmishlarining ashu chat ellik raqiblarning uchur va aloqa sistemasida yo'chiq paydo qilish va uningdan foydalanish iqtidorini oshirdiganligini jazmlashtirdi. Bu yoshurun afat xarakterlik ta'sirlarni elib kelishi va shu orqali davlatimizning bexatarligi, tashqi siyosati va iqtisodini odatdan tashqari va favqulodda tahdidga duchor qilishi mumkin, dedi Trump hukumatining ma'lum bir yuqori darajalik a'zosi mazkur yangi buyruqni e'lon qilganda. Mazkur buyruqda خۇاۋېي yoki Zhongshanning ismi oshkora tilga ilinmagan bo'lsa-mu,
Әмма Америка Соды Министрлігінің Xitayga o'xshash raqib davlatlar bilan hamkorlashishi talab qilingan shirkatlar bilan telegraf uskunlariga munosabatlik savdolarni tengishishga ruxsat qilindi. Prezidentning buyrug'ida Xۇاۋېينىڭ ismi bevosita tilga ilinmay turib, raqib davlatlarning Amerikaning telegraf to'riga singib kirishi to'sildi. Lekin eng qattiq jazolash tadbiri Amerika Savdo Ministrligi tarafidan Xۇاۋېيga bevosita ijro qilindi. Bu shirkat Amerika sanoat va bexatarlik idorasining har qanday tovarni setishdan ilgari oldi bilan eksport ijozatnomasi elishi kerak bo'lgan chet el shirkatlar tizimligiga kirgizildi. Mazkur telegraf magnati, ya'ni Xۇاۋېيni faollaşlandırishni maqsad qilgan bu tadbir Xۇاۋېي haqidagi ikki parcha federatsiya aybnomasini asos qilgan. Amerika Savdo Ministrligi bu haqdagi qarorini e'lon qilib, bir necha kundan keyin Google Xۇاۋېيning ko'p qism aqliy iqtidorli telefonlardagi Android aqliy iqtidorliq mashg'ulot sistemasiga cheklim qo'yganligini e'lon qildi. Bu iqtisodiy zarbadan keyin Amerikadagi kompyuter uziki ishlab chiqaruvchi shirkatlardan Intel, Qualcomm, Broadcom va Xilinxning Xۇاۋېيga uzak eksportni to'xtatganligi to'g'risidagi xabarlar o'ttirg'i chiqdi. Germaniyaning Infineon shirkati yana Xۇاۋېيga bir qism yerim o'tkazgich setishni to'xtatdi. Savdo ministri Wilbur Ross shu kuni mundaq dedi: Biz Xۇاۋېيning mavjud holati davlat bexatarligimizga va tashqi siyosatimizga g'oyat zo'r tahdid shakllantirdi deb o'ylaymiz. Xitoy bilan bo'lgan tirkishishni raqobat degandan ko'ra jang, ya'ni iqtisodiy jang degan tuzuk. Mazkur jangning natijasi kelgusi 20 yilda belgilanadi. Davomi kelarki sonda ulab beriladi. İngilis